Cannavaro O'zbekiston termasini boshqarayotganiga e'tiroz bo'ldi. Fanatlar boshqa fikrda. Qozog'iston media makonida italiyalik Fabio Cannavaroning O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgani muhokama qilindi. Xususan, QS Sport nashri o'zining YouTube kanalida bu mavzu bo'yicha o'z pozitsiyasiga oid kontent video joyladi. Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi. U jahon chempioni afsona. Jamoa qayerga ketayotganini anglash uchun qayerdan yo'lga chiqqanini esga olish darkor. Eng asosiysi va murakkab ishni Srechko Katanets amalga oshirdi. Aynan u jamoani qurdi va saralashning katta qismini o'tdi. Katanets ketganidan keyin Temur Kapadze mas'uliyatni o'z zimmasiga olib ishni oxiriga yetkazdi va O'zbekiston tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'l oldi. Mana endi terma jamoa boshqaruvi jahon futbolidan nom qozongan, hammaning e'tiborida bo'lgan yulduz Cannavaroga o'tdi. Lekin nahotki kimdir birgina jahon chempioni O'zbekistonga avtomatik tarzda sovrinlar olib berishi mumkinligiga ishonsa, deydi QS Sport YouTube kanali muallifi. Sportuz portali bu videoga qoldirilgan izohlardan ayrimlarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etgan edi. Biz esa sizlarga ularni o'qib eshittiramiz. FS Samgor 80: O'zbekiston futboli hali jahonga nimalarga qodirligini ko'rsatadi. Omad tilayman, Tojikistondan salom. Altay Tagayev: O'zbeklarga ofarin, ular uchun xursandman. Borini berib o'ynashlariga aminman. Qozog'iston sizlarga muxlislik qiladi. Bekbos 2697: O'zbekiston futbolda ham boksda ham natija ko'rsatishi kerak. Turan 513: O'zbekiston futbol federatsiyasini hammasini to'g'ri qilayotganiga umid bildiraman. Har qanday vaziyatda ham o'zbek qardoshlarimga muxlislik qilamiz. Qozog'istondan salom. Sannazar Janbayev: Hammasi to'g'ri, mana kimni taklif qilish kerak, qandaydir Cherchesovlardan ko'ra. Jagermeister 40: O'zbekiston qanday futbol o'ynash bo'yicha hammaga o'rnak. O'zbekistonni jahon chempionati finali qismida kutamiz. Boz Hugo P7: Xullas, orqaga yo'l yo'q, endi faqat ishlash kerak, oldinga qarash kerak. Cannavaro ham ahmoq emas, har holda mahorati bor. Oltin to'pni bejiz olmagan, yomonlashni bas qiling. Cannavaroga omad tilaymiz. O'zbekiston birinchi jahon chempionatida yo'q, kichik bo'lsa-da sensatsiya ko'rsatishini kutamiz. Alisher Saidov: O'zbekiston Cannavarosiz ham jahon chempioni. Fabio O'zbekistonga palov yeb jamoaga qanday o'ynashni tomosha qilish uchun kelgan. Annur Musinov: Fabio Cannavaro ajoyib inson va zo'r futbolchi. O'zbekiston terma jamoasini uzoqqa olib borishiga ishonaman. Ilhan Xanov: Bu yerda muhim bir gap bor. O'zbekiston 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqqan. Amir: O'zbekiston mundialda bitta o'yinda yutsa ham katta muvaffaqiyat bo'ladi. Ermek Sheralin: Muallif qanaqa sovrinlar haqida gapiryapti? Hamma gap mundialda munosib ishtirok etishda. Hech bo'lmasa guruhdan chiqish kerak. Ganiyev 1970: Nega bosh murabbiylar familiyasiga KKK dan boshlangan? Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nahotki ulardan keyin KK kelsa? Denis Kozlov: Men buni hatto deb bilmayman. Cannavarosiz ham jahon chempionatiga chiqishdi-ku. Dirba futbol: O'zbekiston kerakli ochkolarni olib play-offga chiqishiga umid qilamiz. Liverpool: Cannavaroning bosh murabbiy bo'lgani O'zbekistonni chempion qiladi deb o'ylamanglar. Hozirgi futbolda jamoa muvaffaqiyatining 10% murabbiyga bog'liq. Qolgan hamma ishni maydondagi o'yinchilar qiladi. Manuel Natiarni: Kapadzening nimasi yoqmadi? Nurtas: Salomat bo'linglar, o'zbeklar, nasib qilsa finalga chiqinglar. Bater 06: Nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston mundialga chiqdi va nimalarga qodirligini ko'rsatdi. Bu yog'iga nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi.